Vaqti o'tib ketgan bundan narsalarni uzanla ballarga yuguzamsan yuguzmamsan ama dükançına sildimgen bir so'rab bakay. Desem demesem yuguzmaysizlar. Lekin ma dükan aldı satışlar bu da xalqdan balları kep yeb, iç sürüp, ko'nglalashib, qizib, egriq qilib qo'yib doktorxonaga qo'yib yotibdi. Bu sizlar hech qanday munosabati yo'q ish silcha. Ben aslında soğuklu kirgenme dükkanına qarasam şu vilayetlik bazar baş qo'shdiki. Men rahbarlar mushunda ishlarni qilib o'tiribdikan, askar chiposida mavzularni tartiblatma. Bak dükkanchilar qo'liqani dim tutib anglanglar. Bunda ishlarni qilsanglar, vaqt o'tib ketgan. Mushu ishlab chiqarish vaqti yo'q narsani dükkanning o'ziga solsanglar, boshqalarning bolalarni bunda zaharlasanglar, qanday oqibat bor ekan mavlu bayqisa anglab to'g'lamoqman. Biz mushu tijoratchilar, bo'lib yemaklik tijoratchilari dükkanda vaqti o'tgan yemekliklarni sotsa yoki mushu chislasi yo'q, ishlab chiqargan zavod adresi yo'q mushu narsalarni sotsa, qonun bo'yicha mushu vaqti o'tgan yemekliklarni sotgan yemekliklarni musodara qilish hamda mushu qonunsiz sotgan yemeklikninki qiymati 10 ming ko'ga yetmaganda 50 ming ko'ga, 100 ming ko'ga jarmani qo'yamiz. Agar bu qiymati 10 ming ko'ni eshib ketsa, 10 narsadan 20 narsaga jarmani qo'yamiz. Agar mushu yemekliklarni yeb ig'ir oqibat keltirib chiqarib, ya'ni shu iste'molchilarniki hayoti xavf xavfli kelib chiqib, jinoiy ishlar bo'yicha bir taraf qilib o'tlik kelib qolsa, buni biz shu guman tarmoqlariga yetkazib beramiz. Guman tarmoqlari buni shu jinoiy ishlar bo'yicha bir taraf qiladi. Bir de yüreklerini bir koyanlar ma köprek takalsın başkalarının balları köprek ziyanlanışından aldığına alıptı bana azizler. Üzerine aldanlar ne vardı çarşılığı kirip durup mesela ben bunda işte beni bayqıdım. Mesela ma'lum qilavasam qanday qilma? Agar shu bizning iste'molchilar agar do'kon kirgan vaqtimizda shunda vaqt o'tgan narsalarni bayqab qolib qolsak, buniki bizga shu fosh qilish bir necha usuli bor. Birsiga o'zimiz turishliq noya shahardagi yoki shu punktlardagi bozor nazorat boshqarish o'rinlaridagi xodimlarga ahvolni inkos qilsak bo'ladi. Yana birsiga bizningki maxsus shu fosh qilish nomeri bor. 12315 yani yavarsa yavu deymiz. Mush numaraga telefon qilish orqali o'zimizningki iste'molchilarningki huquq manfaatini qo'g'disak bo'ladi. Endi shu bizning tijoratchilarimiz bayam degandek, shu do'konimizdagi shu narsalarni vaqtida tekshirib, mal kirgizgan chog'da tekshirib olib, do'kondagi narsalarni vaqti o'tgan, buzib qolgan narsalarni vaqtida tozalab, tekshirib iste'molchilarga sotmaylar. Iste'molchilarga satsak nurg'un oqibatli keltirib chiqadi. Bir de yüreklerini bir koyanlar. Rahmat.